Başqalarını ayıplash va haqoratlash orqali ularga ijobiy ta'sir ko'rsatish, ularni o'zgartirish mumkinmi? Doktor Mamtiman. Hammamiz bilgandek, bizdagi ba'zi oyga chiqmaydigan talash tortish va ayıplashlar xalqimizning ko'p vaqtini elib, xalqimizning energiyasini zarur bo'lmagan ishlarga sarf qilishga sabab bo'layotdi. Biz bir tarafdan hozirgi vaziyatda u talash tortishlarning cho'ng ahamiyati yo'qligini bilib tursaqmi, yana bir tarafdan biz bilib bilmay shundaq talash tortishlarga sabab bo'layotimiz va oyga chiqmaydigan talash tortish va o'zaro ayblashlar orqali o'zaro bir-birimizni ranjityapmiz. Bilishimiz kerakki, insonlar orasidagi ziddiyat va ixtilof mangu tugamaydi. Ular faqatla zaman oxir bo'lganda tugaydi. Biroq undaq deganlik insonlar ziddiyat va ixtilofni tugatish uchun tirishchanlik ko'rsatmasimi bo'ladi deganlik emas. Amaliyotda jamiyatda dal shundaq ziddiyat va ixtiloflar bo'lg'achqa insonlar uni tugatish uchun tirishadi. Natijada jamiyat taraqqiy qilib oldiga qarab mangadi. Taraqqiyot jarayonida koni ziddiyat va ixtiloflar hal bo'lib, yangi ziddiyat va ixtiloflar o'zliksiz paydo bo'lib turdi. Undan keyin insonlar u yangi ziddiyat va ixtiloflarni tugatish uchun tirishadi. Shuning bilan jamiyat texmi taraqqiy qiladi, ya'ni ziddiyat va ixtilof mangu tugamaydi. Faqat o'zliksiz yengilib davomlashib turadi. Mundaqcha qilib aytganda, ziddiyat va ixtilof jamiyat taraqqiyotining hal qilg'uch, harakatlantirg'uch kuchlarining biri bo'lib, u orqali jamiyat oldiga qarab taraqqiy qiladi. Masalan, hozir bizning oldimizdagi hal qilg'uch masala xalqimizni hurlikka chiqarish va vatanni mustaqil qilish bo'lib, undaq deganlik xalqimiz hurlikka chiqsa, vatan mustaqil bo'lgandan keyin ziddiyat va ixtiloflar tamoman hal bo'ladi deganlik emas. U chaqda hozirgidan farqli yangi ziddiyat va ixtiloflar o'ttirg'i chiqishi mumkin. Shunga ziddiyat va ixtiloflarni inkor qilishning, uni yo'q chiqarib etishning, uni yo'shirishning, uninglik uchun bak qayg'urib ketishning va yoki uni ko'ptirib, uningdan bak qo'rqib ketishning o'rni yo'q. Ziddiyat va ixtilof yolg'iz bizda emas, hamma millatlarda mavjud narsa. Masala bizning uningga qandoq muomala qilishimizda va uni qandoq bir taraf qilishimizda. Boshqalarga ta'sir ko'rsatish va yoki boshqalarda bor yomon illatlarni tugatib, ularda o'zgarish paydo qilish uchun oldi bilan biz boshqalarni qoyil qilishimiz kerak. İnsanlarni qoyil qiladigan va yoki gap anglatoladigan narsa biri sevgi muhabbat, yana biri foyda manfaat. Uchinchisi qonun tuzum. Biz boshqalarni qoyil qilib, ularni gapimizga ko'ndirman deydiganmiz. Biz cho'qim boshqalarga sevgi muhabbat berishimiz yoki ularga foyda manfaat yetkazishimiz kerak. Bo'lmasa biz boshqalarni ayiblash, boshqalarni haqorat qilish va yoki boshqalarga tahdid qilish orqali hech kimga o'z ko'z qarashimiz va o'y fikrimizni zo'rlab tangolmaymiz. Agar biz chiroyli gap so'zlar va yoki foyda manfaatlar bilan boshqalarni o'zimizga qartalmasak, bizning mukammal qonun tuzumimiz va jazolash sistemamiz bo'lmagan ahvol ostida hech kim bizning gapimizga quloq solmasligi va yoki so'zimizni e'tiborga olmasligi mumkin. Biz har qancha so'zlasakmi, u so'zlar hech kimning qulig'iga kirmasligi, so'zimizning hech qanday unumi bo'lmasligi mumkin. Biz boshqalarga tarbiya berganda, boshqalarga ijobiy ta'sir ko'rsatayli deganda va yoki o'z ko'z qarashlarimizni o'tirib qo'yganda, cho'qim boshqalarga buyruq va tahdid talabbuzni qo'llanishdan saqlanishimiz.
kuyayotgan o'tning ustiga may chechish usulini emas, balki oldi bilan boshqalar qabul qilaligidek talaffuzda har ikki tarafning temperaturasini tövəllatishimiz, ondan masalani hal qilishning chorasini izlashimiz kerak. Agar biz masalani hal qiladigan bir amal topolmasak, eng yaxshisi ta'xir qilishimiz. Hargizmi aldirab tinab, o'tning ustiga may chechib, masalani hal qilishning o'rniga masalani texmi ig'irlashtirib atmasligimiz kerak. Masalani unumli hal qilishda ta'xir va sabr qilish bak muhim. Ta'xir va sabr qilish bizning atrofliq tafakkur qilishimizda bizga vaqt qozondirdi. Natijada biz salmoqliq bilan tafakkur qilib, mavjud masalani hal qilishda eng to'g'ri bo'lgan chora-tadbirlarni tepib chiqa olishimiz mumkin. Odam aldirganda, o'zini tutib ololmaganda, ochiqlanganda, osonlikcha to'g'ri hukm chiqarish iqtidorini yo'qotib qo'yishi, natijada oson xatolashib qolishi mumkin. 2020 yili 9 oyning 11 kuni. New York